Boshlayman. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizni kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz, elektritskiy mototsiklimiz, kuzov razmerlari 1.30 ga 1.80 lik 1 tonnalik elektritskamiz kredit asosida 18 million so'mga berildi. Bo'ka tumanining o'ziga akkumulyatorlari 62 lik akkumulyator 6 dona joylashgan, 1800 miya, 1800 motor, bir zaryadi bilan 80 km yurib beradi. Bir oy kafolati bilan beriladi. Kimga shunaqa mototsikllarimiz kuzov bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Kreditga olmoqchi bo'lgan akalarimiz, kreditlar ochilgan, mahallada hokim yordamchisiga borib ariza topshirasizlar, tavsiyanoma beradi. Yagona darchadan elektronniy ключ parol olib Telegramdan tashlab bersalar, shartnoma qilib yetkazdirib beramiz. 12 ta viloyatga ham dastavka xizmatlarimiz mavjud. Mototsiklimizni yurg'izib qabul qilib oldingizmi? So'ra, yoqdimi, ma'qul keldimi sizga? Bundan tashqari benzinli mototsikllarimiz ham bor. Alip, Eldosh, Xunji, Real Moto hamma turdagi mototsikllar bor. Hokim yordamchisiga borib ariza topshirasizlar. Yuk olishi 300 kilogramdan boshlanib 4 tonnagacha mototsikllarimiz bor. Hammasi naqd pul kredit asosida beriladi. Viloyatlarga dastavka xizmatlarimiz bor. Nomerlarimizni ekran ostida qoldiramiz. Kimga shunaqa mototsikllarimiz qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. E'tibor uchun rahmat.